Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi ko'makatilayotgan xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Shavot, Moltopda ekan. Bu xonadonimiz bizlere bir 10 gün oldin murojaat etdi. Bugün bitirib topshirdi. Bu xonadonimiz Yangi Zamin ko'chasi 24-30-uylar ekan. O'zi yangina qo'yilibdi. Kime shuningdek отопленияlik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalarningizni ayamanglar. Bu xonadonimizga 30 million 450 ming so'm pul chiqdi. Yana shunday deb demir sistemadan zamonaviy batareyalarni qo'yib, qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Bu xonadonimizga 8 yera batareya qo'yildi. Yana shunday deb yine demir sistemadan o'tirdik akkuratni etib. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Endi bu yerdan ham batareyasi bor, просто ochib ko'rsatib o'tirmalari. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib Teplo Shavot kotelini ko'rsatib o'tsam, bu xonadonimizga navla ketdi deb so'rasangizlar, 120 dona batareya ketdi. Keyin 35 metr 32 lik turba, 65 metr 25 lik turba ketdi. Keyin 120 dona batareya ketdi. 20 lik turba 12 metr, qolgan inishi vejlar xudo xolasa ketdi. Endi shunday etib yine qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kotelimiz Teplo Shavot 91 dan 425 83 87 telefon nomerlarimiz. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Yine kotelimizni yonib turishi. Xudo xolasa kotelimizda ishlash jarayonlari hammasi yaxshi. Hammasi akkuratni ishlab turibdi. Nosozlar ham qo'yib, ishlatib yana akkuratni etib o'tirdik. Endi sizlarga uyning egasidan bir ma'lumot berib o'tsak, birat uyingiz normalniy qizdimi? Keling. Yaxshi zamonaviy. Aytgan ishimiz ma'qulmi og'a? Rahmat. Bu yuzingizlar ko'rmay. Endi shu otopleniyga 1 yilcha garantiya, nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz. Yine hamyurtlar görüp tursalar, qo'ldan kelgancha ishlatib yine gaplatib, o'zida borni qo'ldan kelgancha ishlatib berib, qolganini o'zlarimizda ishlatib turibmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.